Heyo, sizlar bilan 17 Forever. Bugungi videomizda FC Mobile o'yinida O'zbekistonni jahon chempion qilishga harakat qilamiz. Xo'sh, hozir FC Mobile o'yiniga kirib olamiz. O'zbekistonning bu turnirda birinchi bor qatnashish hisoblanadi. Shunda FC Mobile'da ham birinchi bor qo'shildi O'zbekiston terma jamoasi. Xo'sh, hozir FC Mobile kirsam, o'zim ham birinchi bor ushbu turnirda O'zbekistonni o'ynatib ko'raman. Hali umuman o'ynatib ko'rganim yo'q. Sizlar bilan birga bo'lishim keldi bu narsani. Qani birinchi bor kiramiz. Qani funksiyalar qanday bo'libdi? So'ng ko'ramiz. Hozir kirsin. FC Mobile o'yiniga kirish ancha qiyin bo'lyapti. Hozir kirib olsin. Kirib olyapti. Xo'sh, hozir mana kirib oldi ham. Hozir O'zbekiston tanlaymiz. Biroz sabr. Hozir harakat qilyapmiz. Hozir bu yerdan X ni bosamiz. Go now tournament. Bo'ldi. Mana shu yerdan yana O'zbekiston topib olishimiz qoldi xolos. Xo'sh. Hozir O'zbekiston tarixiy voqea bo'lyapti. Qani ko'ramiz. Hozir tarixiy voqea bo'ladi. Qani O'zbekiston tezroq topaylik. Mana. Milliy terma jamoasi Abbosbeklarning rasmi chiqarilgan ekan. Bu yerdan semi proni tanlab olamiz. Xo'sh, Britaniyaga 16 dan bir turnir bosqichi boshlanib ketar ekan. Gruppoviy etapdan chiqqan bo'lar ekanmiz shunda. Biz Gollandiya bilan tushgan ekanmiz. Qani animatsiyalarni qarang. Vau, O'zbekiston 3-4-2-1 taktikasida o'ynar ekan. Xo'sh, ko'ramiz qani. Xo'sh, qani endi O'zbekiston Gollandiya bilan qani tarkibimizdan bir ko'rib chiqsak. Xo'sh, mana FC Mobile'da berilgan bizning 3-4-2-1 taktikamiz. Xo'sh, endi taktikamizga muvofiq qani bu yerdan nima qilamiz? Qani zaxira o'rindig'ini ham ko'rib chiqamiz. Avtomatik anon uchirib qo'yamiz zaminani o'zidan bo'lib ketmasligi uchun. Aliqulov, Timur Abdullayev, Aliqulovni olib himoya qo'yamizmi? Yo'q, zaxiradan ham shart emas. Aliqulov hozir bizga xo'sh, O'zbekiston milliy terma jamoasini o'ynatishga harakat qilamiz endi. Xo'sh, nima deysizlar? Men O'zbekiston keyingi qismini ham chiqaraymi? Buni men bir urinishda hamma o'yinni o'ynay olmayman. Shu sababli qism qilib chiqaraman. Ko'rishlaringiz mumkin. Qarang, Fransiya, Germaniya, Braziliya, Belgiya bilan tushgan. Vau, endi o'yinni boshlaymiz. Qani play bosdik. Xo'sh, animatsiyasi juda chiroyli, juda yorqin ranglar berilgan ekan. World Cup Games Round of 16. Downloading. Xo'sh, tezroq yuklansa edi. Hozir o'ynaymiz. Gollandiyaga qarshi. Ajoyib atmosferali bo'libdi ushbu animatsiyalar. Vau, qarang, sadan chiqib kelish animatsiyasi. Vau, turishini qarang bu jamoalarni. Xo'sh, keyingi videoyim chiqarishim uchun, keyingi qismini chiqarishim uchun 10 ko'p emas, 10 ta like, 10 ta komment hamda 10 ta obuna sizlardan iltimos qilib qolaman. Xo'sh, ko'raylik. Qani o'yinni boshlaylik. Shomurodov bilan o'yinni boshladik. Abbosga, Alijonov, Shukurov, Fayzullayev, uzatma, O'runov, Oston, uzatma, yana uzatma, Alijonov, zarba, noaniq birinchi urinishimiz. Xo'sh, Gollandiya ham anchagina kuchli terma jamoa hisoblanadi hozirgi vaqtda. Xo'sh, ikkinchi qavatda Husanov yutib chiqyapti. O'runov hamda Fayzullayevga uzatma bo'ladi. Fayzullayev, Shomurodovga uzatma. Shomurodov nima qiladi? Zarba va ajoyib gol. Turnirdagi birinchi golni urdik. Animatsiyasini qarang siz. Ello, snayperlik personaj berilgan ekan, unga qarang. Gol inshoollah xuddi snayper usulida qilmoqda. Super gol urdi, ko'rdingiz. Snayperlarcha ko'zladi. To'p, uzatma, to'p Fayzullayevda, Fayzullayev Alijonovga, Alijonov to'pni oldirmoqda. Van de Ven, Mike Van de Ven qanday kuchli himoyachi ekanligini bilasiz. Uning tezligini, Sonning solo yurishli golni u ham takrorlaganini ko'rdingiz. Tottenham safida himoyachi bo'la turib. Xo'sh, to'p Depayda, Gakpoda olib qo'yishib to'pni. Alijonov, Van de Ven. O'sha kungi Kanadaga qarshi o'yinda O'zbekiston mag'lub bo'ldi, to'g'ri, ammo jamoamizda o'sha qanotda Alijonov tushganda yutardikmi? O'sha Farruh Sayfiyev salgina yaxshi o'ynadi-yu, salgina o'sha yoshi o'tgan pand berdi-da. O'runov, to'p O'runovda, O'runov qanotda kirib bormoqda. Xo'sh, nima qiladi? Aldamoqchi Dumfriesda, uzatma,
Shukurov zarba 2-0 animatsiyani qarang yana. Gol Shukurovdan. Voy. Gol nishonlashni qarang siz. Ajoyib personaj berishibdi. Ushbu o'yinga alohida e'tibor qaratilgan ekan. Birinchi martasiga kiritilishiga qaramay o'yinchilar bir ikkitalari o'xshamagan, ammo qolganlari o'xshagan. Yuz tuzilishi. Xo'sh, to'p Shomurodovda qochib keta oladimi? Van Deyk ta'qibida u uzatma Alijonov bu to'pga yetib bora olmadi. To'pni gollandlar tashladi. Qani xo'sh, Fayzullayevda to'p. Fayzullayev qanotdan kirib bora oladimi? Xo'sh, qanotda ham o'ynamayapti Fayzullayev. Alijonov ko'proq ko'tarilyapti. Uzatma ikkinchi qavatda Timberdan yutib chiqdi. Shomurodov alohida personaji. Birinchi bo'limga 3 daqiqa qo'shib beribdi va 3 daqiqa yakunlandi. Endi ikkinchi bo'limda nimalar qilamiz? 45-raqam Abduqodirga nega ikkinchi raqam berishmagan? Kapitallik bog' uchun-da o'zgarish qilamizmi? Yo'q, o'zgarish shart emas. Ikkinchida ham boshlab olindi. Xo'sh, nimalar bo'ladi? Fayzullayev, Shomurodov, Urunov qocha oladimi? Xo'sh, Urunov qochmoqda. Uzatma avtogol Van Deykdan. Urunovga yozilyapti. Qani Urunov pas berdi Urunov. Shukuraylikchi. Uzatma Urunovdan. Van Deyk o'z darvozasiga to'pni o'ylab. Bu turnirda avtogol yozilsa, o'sha pas bergan futbolchiga yozilar ekan. Gol. Xo'sh, Urunov ta'qib qilmoqda. Xo'sh, to'p De Jongda, Barselonaning ajoyib futbolchisi hisoblanadi De Jong. Xo'sh, Depay kirib bormoqda, orqasidan Ishmurodov qoidabuzarlik qildi, ammo Depay kirib borib gol ham urdi. Ajoyib gol. Depaydan 3-1 gollandlar tiklanib olyapti. 3 ta gol urdik biz. Xo'sh, ular javob qaytara oladi. Xomrabekov to'p Shomurodovga, Shomurodov uzatma, Urunov birga bir chiqib bormoqda. Urunov ustidan tashlamoqchi bo'ldi. Buregen buni bilib qoldi. To'p De Jongda. De Jong uzatma bermoqda qanotga. Rangers ajoyib zamoqda oldi, ko'rdingiz-a? Qoidabuzarlik qildik biz, ammo davom etishda ma'qul ko'rdi hakam. Xo'sh, markaziy pas bersa o'zi gol bo'ladi azizlar. Depay o'zi yubordi. Agar berganda pas hisob qaltis kelib qolardi, hisob yana. Qaltis bo'lib qolardi. Uzatma Yusupov to'pni egallab bormoqda. Shomurodov, Fayzullayev, Alijonov qanotda kirib bormoqda. Alijonov pas berish kerak edi va Van de Venga to'pni oldirmoqda. Miki Van de Ven uzatma va out. O'zbekiston o'tadi. Xo'sh, O'zbekiston Ishmurodov uzatma, Alijonovdan ham uzatma, Shomurodovda to'p, Shomurodov Alijonovga, Alijonov, Hamrobekov zarba, darvoza ustuniga tegmoqda, to'siniga emas, ustuniga azizlar. Endi darvozabon tepib bormoqda, uzoqlashtirmoqda to'pni. Xo'sh, Husanov qaytarmoqda. Shomurodov ajoyib o'tib ketdi. Eldor kirib boryapti. Osonlik bilan hisobni 4-1 ga yana 3 ta to'p farqiga keltirmoqda. Eldor Shomurodov, Bashakshehir hujumchisi. Ajoyib forvard. Bashakshehirda ajoyib mavsum o'tkazdi. Bu mavsum hakam 2 daqiqa qo'shib bermoqda. Shomurodov, Urunov, Shukurov va hakam shu joyda o'yinni yakunlamoqda. Birinchi o'yinimiz omadli o'tdi. Endi keyingi bosqichga yo'l oldik. Tabriklayman barcha O'zbekiston muxlislarini. Hayotda ham shunday bo'lishini tilab qolamiz. Yangi animatsiya qarang. Players of the match. Shomurodovga berildi, 2 ta gol, 7 ta pas beribdi. Depay 1 ta gol, 7 ta pas beribdi. Lekin Shomurodov o'yinning yaxshi o'yinchisi bo'ldi. Ajoyib. Bu ham bitta plyus bizlarga, plyusovat bo'ladi. Xo'sh, keyingi bosqichga o'tdik. Angliya bilan ishlayapsizlar. Angliya. Xo'sh, menga yangi narsalar beryapti. Angliya, Fransiya, Germaniya yutib chiqibdi, Braziliya yutibdi. Braziliya Fransiya bilan chiqibdi. Marokash bilan Ispaniya o'tgan yilgilar Urugvayni chiqarib yubordi. Turnir sensatsiyasi bu. Xo'sh, Senegal, Kolumbiya. Bu ham bitta turnir sensatsiyasi. Joyda biz ham yakunlaymiz. Keyingi stream ko'rishguncha sog' bo'linglar.